Hamzat Chimayev va Yan Gari o'rtasidagi tortishuv nimadan boshlanganini ko'rib chiqamiz. Vaziyat Yan Hamzatning orqasiga urib qo'ygandan keyin boshlandi. Yaxshi ishlading bugun. Hamzat ham Yanning orqasiga urib qo'ydi. Ketamizmi? Endi Yan Hamzatning yoniga qaytishga qaror qiladi. O'rtada xavfsizlik xodimi. Qo'yaver, u meni tishlab olmaydi, u yaxshi yigit. Hammasi joyida, xavotir olma. Muammo bormi? Nima muammo? Voramane, bro. Tinchlaninglar, yigitlar, tinchlaninglar. Buzivoramane. Og'ayni, yosh bolaning ishini qilyapsan. Sen bu sportda chempionsan-ku. Sindiraman, yaxki. Sen bu sportda chempionsan, shunga yarasha o'zing tut, do'sting hozirgina g'alaba qozondi. Arman, tabriklayman. Bu vaziyatdan keyin Hamzat Chimayev nima bo'lgani haqida gapirdi. Agar kimgadir tegmoqchi bo'lsang, buni hurmat bilan qilishing kerak, orqasiga urishing kerak emas. U yo'q, beyo'q mening orqamga urishni boshladi. Odamni hurmat qilishing kerak. Agar kimgadir tegmoqchi bo'lsang, buni hurmat bilan amalga oshir. Shu sababli men unga agar tegmoqchi bo'lsang, shunchaki hurmat qil deb aytdim. Shunchaki u bizning yonimizga ozgina hayp qilish uchun keldi. U yigitni bilasizlar, u Konorga o'xshamoqchi bo'ladi, lekin hech qachon Konor bo'la olmaydi. Men Armanning yoniga keldim. Uni tabrikladim. Va Hamzatning yoniga kelib, og'ayni qachon yana ko'rishamiz dedim. U bilmadim, ko'rishamiz deb javob berdi. Bo'ldi, zo'r. U meni orqamga urib qo'ydi. Mayli, muammo yo'q. Keyin xavfsizlik xodimi oramizda paydo bo'ldi. Biz yaxshi gaplashib turgandik, urushib ketmasligimiz aniq. Va keyin yosh bolalarcha energiyasini ko'rsata boshladi. Buzivoraman og'ayni, buzivoraman. Bum! Meni turtishga harakat qildi va men unga qarata, sen bu sportda chempion bo'lishing kerak. Lekin sen yosh bolasan. Seni do'sting hozirgina g'alaba qozondi. O'zingni bos, tinchlan va atrofdagilarni hurmat qil. Do'sting haqqi hayb qilishga harakat qilma.